Assalomu alaykum aziz do'stlar, xabarlar kanaliga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling va video ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmang. Bugungi dasturimizda Andijonda qalbaki dori tayyorlovchi 3 ta yashirin laboratoriya aniqlandi. Batafsil videoda xabardor bo'ling. Andijon viloyatida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aholi salomatligiga jiddiy xavf tug'diruvchi sifati kafolatlanmagan dori vositalarining noqonuniy saqlanayotgani fosh qilindi. Bu haqida Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari va bojxona organlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Andijon shahri hamda Asaka tumanida istiqomat qiluvchi 3 nafar fuqaro o'zi yashash xonadonlarida qalbaki va sifati kafolatlanmagan tibbiy dori vositalarini tayyorlash bilan shug'ullangan. Tekshiruvlar davomida ushbu manzillarda maxsus jihozlangan noqonuniy laboratoriyalarning borligi ma'lum bo'lgan va umumiy qiymati 1,1 milliard so'mlik jami 122 turdagi 60 ming donadan ortiq tibbiy dori vositalari ashyoviy dalillar sifatida olingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, mazkur mahsulotlar Qirg'iziston Respublikasidan noqonuniy ravishda olib kirilgan bo'lib, ularning bir qismi yarim tayyor, yana bir qismi esa qayta ishlangan holatda bo'lgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ushbu dori vositalari inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Hozirda aniqlangan holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahar bojxona boshqarmasi tezkor xodimlari qiymati 1 milliard so'mdan ortiq tibbiy jihozlarning noqonuniy olib kirilishiga chek qo'ygandi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.